Meni bitta Murodjon degan oshxonada juda yaxshi bola, juda mehnatkash, uyim joyim deydi. U mehnat ham qanaqa? Uni pulini bunga, buni pulini unga sikishtirib yuradi, tegmada yuradi. Qachon qarasa, mana oson pul topsam ekan, nima qilsam oson pul topaman ekan degan xayol bilan uyiga saqlab oldinga. Juda yaxshi bola. Shu ko'rgan odam ham bir solib amini beliga chugib qo'ysam-u, shu armonim qolmasdi bu dunyoda. Bitta ko'rgan odam ham jalab. Oldimga keldi, oshnajon dedi, mashinamni ko'rib bering dedi. Ha bo'pti deb mashinasini ko'rib berdim, qatiradigan joyini qatirib, razval balansirovkalarini qilib, avtollariga chalishtirib berdim-da. Endi rasxod qiladigan paytda keldi, oshna dedi, pulimni ozroq edi, keyin bersam bo'lamiz, yoshlikdan birga katta bo'lganmiz dedi. Ha bo'pti dedim, ketdi. Meni oldimdan ketib, to'taq, ni blagodarni, gandon. Oshnalarning oldiga borib, Ahmaddan aptol qo'ymanglar, jalab unda qimmat ekan deb meni yomonlabdi. Puyni ham olib bergan, quyoningga qo'ttag'am mukish bokidish.